Aksar odam bu narsani eshitgisi kelmaydi va bu oddiy hol. Chunki aksar odam o'z maqsadiga erishmaydi. 99% odam o'zi bu hayotda nimaga qodirligini bilmasdan o'tib ketadi. Nima uchun? Chunki ular dopamin oqimini boshqarmaydi. Boshqacha qilib aytaman, sizga ham shu tanishmi? Kitob o'qish yoqmaydi. Bir varoni tugatguningizgacha yuragingiz siqilib ketadi yoki 1 soatlik foydali video yoki darslikni ko'rguningizgacha zerikib ketasiz. Vaqt o'tmayotgandek tuyuladi. Lekin 60 ta 1 minutlik Vine yoki betayin videoni qanaqa tugatib qo'yganingizni o'zingiz ham sezmay qolasiz. Nimaga unaqa? Birodar, chunki siz miyani arzon dopaminga o'rgatib qo'ygansiz. Agar foyda keltirmaydigan yoki hatto zaharli kontentlardan dopamin olishni to'xtatmasangiz, bu degani ularni umuman ko'rmaslik va ularga olib boradigan yo'llarni to'sib qo'ymasangiz, birodar, ingliz tili o'rganishdan, kitob o'qishdan, foydali dars eshitishdan yoki umuman aqliy mehnat qilishdan hech qachon mazza qila olmaysiz. Nafaqat mazza qila olmaysiz, balki ularda oldinga ham surila olmaysiz. Nimaga unaqa? Chunki sizning miyangiz arzon dopaminni talab qilaveradi. Va agar siz shu arzon dopaminni miyangizga beraversangiz, mana nima bo'ladi. Tayinli hech narsaga e'tiboringizni, diqqatingizni jamlaolmaydigan bo'lib qolasiz. Hech narsani eslab qola olmaysiz. Har 5 soniyada nimagadir chalg'iydigan va chalg'ishni xohlaydigan bo'lib qolasiz. Yana mendan so'rashadi, nimaga dars qila olmayapman? Nimaga darsda miyamga kirmayapti? Chunki miyani chiritib yuborgansiz-da, birodar. Xo'p, endi nima qilish kerak? Detoks qilish kerak, birodar. Arzon dopamin beradigan hamma narsani chopib, dopamin rozasini tuting. Zerikishga o'rganing. Vine, betayin, blogerlar, musiqa, kino, o'yinlar hammasini tark qiling va faqatgina foydali narsadan dopamin oling. Faqatgina shunda, shuncha paytdan beri chirib kelayotgan miyangiz, birodar, sekin-sekin foydali va hayotingizga mazmun va manfaat olib kiradigan mashg'ulotlardan ham kayf qilishni boshlaydi inshaalloh. Buni, birodar, Allohning yaxshiroq quli, yaxshiroq farzand, yaxshiroq ota yoki ona va shunchaki yaxshiroq odam bo'lish uchun qiling. Yana